3 oyda rus tilini o'rganib bo'ladimi? Yo'q, o'rganib bo'lmaydi. Xo'p, lug'atlarsiz rus tilini o'rgansa bo'ladimi? Yo'q, o'rganib bo'lmaydi. Siz albatta mehnat qilasiz, o'qiysiz, tayyorlanasiz, mablag' ketkazasiz, sarflaysiz va keyin natija bo'lishligi mumkin. Shunchaki sizlar uchun qilinayotgan sotuvlarga aldanib qolmang. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, rus tilini boshlashga shoshilmang va bu videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz sizlar bilan noldan rus tilini natijaga qanaqa qilib chiqishlik kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, nimalarga e'tibor berishligimiz kerak, nimalardan boshlashligimiz kerak, nimalar bizga samaraliroq? Xo'p, 3 oyda rus tilini o'rganib bo'ladimi? Yo'q, o'rganib bo'lmaydi. Xo'p, lug'atlarsiz rus tilini o'rgansa bo'ladimi? Yo'q, o'rganib bo'lmaydi. Shunchaki sizlar uchun qilinayotgan sotuvlarga aldanib qolmang. Siz albatta mehnat qilasiz, o'qiysiz, tayyorlanasiz, mablag' ketkazasiz, sarflaysiz va keyin natija bo'lishligi mumkin. Aynan qanchalik tarzda tez va qanchalik samarali o'rganishlik kerakligi va qancha vaqt ketadi, nimalardan boshlashlik kerakligi haqida bugun ro'y-rost hammasini sizlar bilan gaplashib ko'rib chiqamiz. Rus tilini o'zi nimadan boshlashligimiz kerak? Birinchi qadamlar nimadan bog'liq? Xo'p, nazariy, amaliy, grammatik. E'tibor bering, nazariy, amaliy, grammatik, audio, sinxron yodlash yoki kino savollar. Keling, shu narsalarning hammasini bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi navbatda siz o'quv markazi topishingiz kerak. Ya'ni o'ziga ishonchli, brend, yaxshi o'quv markazi topishingiz kerak. Ya'ni o'sha o'quv markazi sizni yoki natijaga olib chiqadi yoki natijaga olib chiqmaydi. Aynan mana shu joyga urg'u berishingiz kerak. Sizni uyingizning yaqinrog'ida bitta o'quv markazi bor, lekin natijaga juda ham kech chiqasiz. Lekin uzoqroqda bitta yaxshi o'quv markazi bor, lekin natijaga chiqasiz. Men tavsiya beraman uzoqroqda, chunki natijaga chiqasiz. Hurmatli o'quvchilar va kuzatuvchilar, sizni natijaga olib chiqadigan narsa mana shu o'quv markaz. O'quv markazining tizimi, sizga berayotgan va'dalari va ularni bajara olishligida. Aynan shu o'quv markaz tanlayotganingizda siz masofaga emas, o'quv markazi natijasiga e'tibor bering. Keyingisi, offline yoki onlayn rejim. Buni nima qilishligimiz kerak? Xo'p, offlayn o'qigan yaxshimi yoki onlayn o'qiganlik yaxshimi? Xo'p, offlayn bilan onlaynning materiallari bir xil. Offlaynda ham o'sha material beriladi, onlaynda ham o'sha material beriladi. Xo'p, offlaynning afzallik tarafi sizni oldingizda ustoz bo'ladi, bosimi, yuki bo'ladi. Onlaynda unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni nazoratda bo'lmaysiz. Agar siz o'zingizni disiplinangiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni qat'iy ravishda nazorat qila oladigan bo'lsangiz, onlayn o'qisangiz yarashadi. Lekin o'zingizni nazorat qila olmaysiz, e'tibor bera olmayapsizmi? Siz maksimal darajada offlaynga intiling. Mana shunda natijaga chiqib olasiz. Haftada 3 marta offlaynda qatnasha olmasangiz, boringki 1 martada qatnashing, 2 martada qatnashing, agar siz onlaynda disiplina ushlay olmasangiz. Xo'p, darslar necha kun bo'ladi? Hurmatli o'quvchilar, darslar o'quv markazlaridan va fanlar kesimidan kelib chiqib o'zgaradi. Arab tili bir haftada 2 marta bo'ladigan bo'lsa, qaysidir markazlarda ingliz tili 6 kun bo'ladi. Qaysidir markazlarda rus tili 3 kun bo'ladi. Bu albatta o'quv markazining o'zini qo'ygan talablari, o'zining me'yorlaridan, qonun-qoidalaridan kelib chiqib bo'ladi. Xo'p, keyingisi ustoz salohiyati. Siz borayotgan ustoz sizni natijaga olib chiqa oladimi? Birinchi darsdan qanaqadir bir zo'r natija ola oldingizmi? Albatta bu narsaga hali to'xtalamiz. Xo'p, keyingisi darajaga qarab individual, mini yoki guruh. Borayotgan o'quv markazingizga siz guruh uchun bormoqchisiz, lekin sizni u miniga tiqib bormoqchi. E'tibor bering, borayotgan o'quv markazingiz sotuv olib boryaptimi siz bilan yokida sizni aynan o'qitish uchun harakat qilyaptimi? Siz agar o'quv markazi sizni haqiqatan o'qitmoqchi bo'lsa, u sizga komfort zona yaratib berishga harakat qiladi. Ya'ni sizga guruh kerak bo'lsa, voy bizda guruh yo'q edi, keling miniga qo'shiling, ozgina qimmatroq bo'lsa ham mana shu yerda. Yo'q, hurmatli o'quvchilar, siz o'zingiz uchun komfort zona yarating. Siz u yerda o'qishingiz kerak. Siz o'zingizning mablag'ingiz bor, boshqa o'zingizning xarajatlaringiz bor. O'quv markazini bu yerdagi sotuviga ozgina e'tiborli bo'ling. Lekin sizni shart-sharoitingizdan kelib chiqib o'zingizga qaraydigan o'quv markazlari ham albatta bor. Ular juda ham ko'p. Aynan mana shu o'quv, umumiy qilib olganda, aynan mana shu o'quv markaz sizni bitta fanga qiziqib olib ketishligingizga yoki aynan o'sha fandan zerikib yoki shu fandan qanaqadir bir qiziqishingiz, so'nishiga, bezillashishingizga olib kelishiga qaysidir ma'noda hissasini qo'shadigan ham o'quv markazi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, keyingi narsaga o'tamiz. Maksimal darajada 2x da gapirishga harakat qilyapman vaqtingizni tejashlik uchun. Xo'p, keyingisi ustoz darajasi va salohiyati. Xo'p, keling mana shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Bir tez o'rganishim kerak, aksentsiz gapirishim kerak, grammatikadan boshlashim kerak, rus tilida xatosiz gapirishim kerak. Sizda hammasi birinchi borganingizda men mana shu masalalarni qilishim kerak degan umumiy mazmun bilan borasiz. Lekin bu narsalarga sekin-sekin, etapma-etap, level va level chiqasiz. Ya'ni darajama-daraja chiqasiz. O'shaning uchun maqsadni siz umumiy o'rganaman emas,
grammatikamni to'g'irlab olaman, aksentimga keyin e'tibor beraman, to'g'ri gapirishligim, strukturalarga keyinchalik e'tibor beraman deb turib, sekin pozitsiya yondashing. Birdaniga qilib olmaysiz hech narsani. Bu narsaga e'tibor bering. Xo'p, birinchisi, sinov darsi aldamchi degan narsa bor. Ya'ni siz bitta o'quv markaziga bordingiz, adrenalin bilan zo'r dars o'tib berdi sizga. Bu birinchi darsingiz. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ko'p o'qituvchilar birinchi darsini adrenalin, motivatsiya bilan zo'r o'tadi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darsi qanaqa bo'lyapti? Ya'ni o'sha o'quv markazini, o'sha o'qituvchini, ustozni potensiali haqiqatan shunaqami? Deylik, kurs 4 oyga mo'ljallangan bo'lsa, 4 oy davomida sizda mana shunaqa birinchi sinov darsdagi potensialni olib boradimi? Mana shu narsaga e'tibor bering. Ya'ni birinchi kunni o'zi voy menga o'qituvchi yo'qdi deb to'xtab qolmang. Ya'ni siz bitta kursga bormoqchisiz, ingliz tili, rus tili qaysidir kursga bormoqchimisiz, bitta markaz bilan to'xtalmang. Kamida 4 ta 5 ta markazga probniga yozdirib qo'ying va borib solishtiring. Qaysi ustozning salohiyati qanaqa, qaysi markaz sizga qanaqa sharoit qilib beryapti. Bu narsalarni albatta ko'rib chiqing. Xo'p, keyingisi qo'llanma yoki kitob natijaga olib chiqadimi? Bu narsani birinchi darsni o'zida sezsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi darsda siz qanaqa natija ola olyapsiz, nima yangiliklar bor, o'zi ko'nglingiz sezadi. Bu o'qituvchi bilan nimadir o'rgana olasizmi? Bu o'qituvchi sizga nimadir yangilik qilib bera olyaptimi? Shu narsalar o'zi ko'nglingiz sezadi va materiallarga bunday qarab, ma'lumotlarga qarab ko'ra olasiz. Va albatta natijani o'zingiz his qilishingiz mumkin qanchadir muddatdan so'ng. Xo'p, keyingisi, birinchi darsdan natija oldingizmi? Sizni natijangiz bor yoki siz oldin borgansiz, bazangiz bor yoki siz noldansiz. Noldan borgan hurmatli o'quvchilar, borganingizda siz nimadir o'rgana oldingizmi shu yerda? Nimadir ko'ra oldingizmi? Aynan o'sha xonadan chiqib ketayotganingizda nima deb chiqib keta olyapsiz aynan rus tilida? Yoki nimalarni o'rgana oldingiz, miyangiz nimalarni saqlab qola oldi manipulyatsiya shaklida, Yoki-da bo'lishligi mumkin natijangiz bor, siz oldin borgansiz, bazangiz bor, aynan o'tilgan mavzu bo'yicha o'sha ustoz sizga qanaqadir yangilik kiritib bera oldimi yoki metod bo'yicha sizga yoqoldimi? Agar qanaqadir o'zgarish bo'lsa, demak bu ustozdan siz natija albatta ola olasiz. Xo'p, keyingisi, ustoz yodlatadimi, mohiyatini tushuntiradimi yoki kitobiy yoki hayotiy? Xo'p, mana shu joyda ustoz bilan ustozning farqi bor. Hurmatli kuzatuvchilar, yomon ustozning o'zi yo'q. Hamma ustozlar yaxshi, faqat ustoz bilan ustozning farqi bor. Bu farq qanaqa? Shunday ustozlar bor, o'qimaydigan, bezillagan bolani ham o'qitib cho'tka ilmli qilib qo'yishi mumkin. Lekin shunaqa ustozlar bor, o'qiyman deb kelganini ham bezillatib qo'yishligi mumkin. Ya'ni aynan qonun qoidaga solib qo'yib, yodlatishga solib qo'yib bezillatib qo'yishligi mumkin. Shu sababli mana shu joyda ustoz bilan ustozni farqi bor. Ya'ni ustoz qiziqtira bila olishi kerak sizni. Aynan o'sha fanga mehr qo'ya olishligingiz kerak, o'sha fanda haligi chaq edib pista po'choq qiladigan darajada bo'lib ketishingiz kerak. Aynan bu narsalarga sababchi albatta ustoz bo'ladi. Demak, bizda rus tilini qanaqa etaplari bor, qisqa qilib tushuntirib o'tamiz sizga. Demak, bizda birinchi mavzular rod o'tiladi. Keyin etapma-etap o'rganish strukturasi balki siz uchun ham manfaatli bo'ladi. Xo'p, birinchi rod o'tiladi. Ya'ni rodlarda nimalar bor? Siz predmetlarni, olmoshlarni, sifatlarni, sonlarni to'g'ri ishlata olishligingiz uchun aynan rod kerak bo'ladi. Chunki hammasida rodlar bor. Ya'ni mening telefonim, mening uyim, mening dadam, mening onam, bu mening mashinam, mana shunaqa so'zlarni siz aynan rodlar bilan to'g'ri ishlata olishligingiz kerak. Ikkinchisi bu ko'plik, множественное число. Ya'ni birlikda rod bor edi-yu, ko'plikda rod yo'q. Mana shu masalalar yokida aynan ko'plikka o'tkazganingizda i olmasdan balki a ya olib o'zgaradigani bor yoki tubdan so'z o'zgarib ketib ko'plikka o'tadigan so'zlar bor. Albatta bu narsalarni ko'rib chiqishingiz kerak. Ikkinchisi время, zamon. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Aynan mana shu zamonlar ustida shug'ullanasiz. Keyingisi bu причастие. Причастие o'zi nima? O'zbek tilidagi sifatdoshga to'g'ri keladi, ya'ni gan, pan qo'shimchasini olib o'zgaradi. Ya'ni misol uchun o'qiyotgan bolani ko'rdim. Bu yerda hurmatli kuzatuvchilar siz zamon bilan ishlay olmaysiz. Ya'ni siz chital yokida chitаю, budu chitать yoki почитаю bilan bera olmaysiz. Bu yerda gan, pan ya'ni причастие bor. O'qiyotgan bolani ko'rdim. Ham ko'rdim, ham o'qiyotgan. Aynan shu narsalarni ayta olishingiz kerak. Keyingisi депричастие. Bu добавочное действие deyiladi, ya'ni qo'shimcha ish harakati. Bu nima o'zi? Xo'p, obedlanayotib telefonga qaradim. Qaradim yana fe'l, obedlanayotib yana qo'shimcha fe'l. Mana shu holatlarda nima qilishlik kerak? Yokida ishlayotib keldim, yokida yozayotib qaradim. Mana shu holatlarda ikkitali fe'llar yoki qo'shimcha fe'llar kelganda usulda qanaqa ishlatish kerak? Mana shu holatlar. Keyingisi padej неодушевленный, ya'ni jonsiz padejlar qanaqa bo'ladi bizda? Jonli padejlardan jonsiz padejlarning albatta farqi bor, hurmatli kuzatuvchilar. Aynan shularning farqi uchun avval siz jonsiz padejlarni qanaqa ishlatish kerakligi haqida tushunchani olishligingiz kerak. Keyingisi числительный. Xo'p, bu son. Ya'ni sonlarda faqatgina 1 2 3 4 5 6 7 emas, ya'ni sanash emas, ularni to'g'ri talaffuz qilish va sonlarni predmetlar bilan, sonlarni sifatlar bilan to'g'ri ishlata olishligingiz kerak.
Ya'ni do'konga kirdingiz sizga ikkita issiqdon kerak. Sizning ustozingiz faqat divani o'rgatgan bo'lsa, ikkita issiqdonni qanaqa qilib aytasiz? Yokida sizga ikkita qora marker kerak bo'ladigan bo'lsa, dайте мне два черный marker. Menimcha bu narsa xato. Aynan o'sha narsani strukturaga tushira olishingiz kerak. Kirganingizda dайте мне два черного markera deb ayta olishligingiz kerak. Aynan mana shu masalalar. Keyingisi idти, ходить, ехать, ездить. Ya'ni bizdagi borish yoki bormoq yokida borib kelmoq so'zlarimiz rus tilida idти, ходить, ехать, ездить transportda peshqo'l holatlarda o'zgaradi va ularni siz zamonlarga tashlasangiz, ya'ni idти o'tgan zamonda shol bo'ladigan bo'lsa, hozirgi zamonda idu bo'lsa, kelasi zamonda paydu bo'lib o'zgaradi. Ya'ni mana shu oddiy idти, ходить, ехать, ездитlar zamonda 12 xil o'zgaradi va ularning oldidan kelayotgan pristavkalar qanaqa o'zgartiradi. Mana shu narsalar haqida ko'rib chiqishligingiz kerak va mana shu etaplarda davom etiladi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, keling bitta mavzuni ustoz o'tadigan narsalari va sizga beradigan vazifalar nimadan iborat bu narsani ham bitta ko'rib chiqamiz. Demak, keling ro'd mavzusi. Ustozning qiladigan bizda ustoz qanaqa o'tib beradi? Aynan sizga ro'd mavzusini. Ro'd mavzusini mohiyatini tushuntirib beradi. O'zi ro'd nima, o'zbek tilidagi grammatikaga nimaga to'g'ri keladi yoki o'zi qanaqa qilib o'rganishligi kerak, mana shu mohiyatlarni tushuntirib beradi. Va rus tilida 200 mingdan oshiq so'zlar bor. Hammasida ro'd bormi, yo'qmi, nimalarda ro'dlar bor, nimalarda ro'dlar yo'q, hammasiga tushishlik kerakli narsalarni tushuntirib beradi. Keyingisi rodlarni sifatlar bilan ishlata olishlik, ya'ni muzko'y rod, женский rod, средний rodlarda sifatlar qanaqa o'zgaradi, istisnosi qanaqa, qaysi qo'shimchani qaysi o'rinda ishlata olishligingiz kerak. Keyingisi olmoshlarni rodlar bilan o'zgarishi, ya'ni mo'y, maya, mayo yoki tvoy, tvaya, tvayo holatlarida qanaqa o'zgarishlik kerakligi haqida umumiy tushuncha, ya'ni 49 xil olmoshlar holatida. Keyingisi sonlardagi rodlar. Sonlarda ham rod bormi? Albatta, один мужской rodda bo'lsa, одна женский rodda, одно средний rodda. Два мужской rodda bo'lsa, две женский rodda. Xuddi shunday sonlarda, qaysi sonlarda rod bor, qanaqa qilib ko'rib chiqishlik kerak? Bu narsa ham albatta ko'rib chiqiladi. Keyingisi rod strukturasi. Ya'ni siz gapirayotganingizda qanaqa qilib gapirishingiz kerak? Struktura nimadan iborat? Siz qanday gapirsangiz to'g'ri, o'rinli gapirasiz. Aynan mana shu strukturasini ham o'tib beriladi. Ikkinchisi, 4-rod, общий rod o'zi nima? Hayotimizda o'zi kerakmi? Katta o'rin tutayotgan rodlar o'zi qaysilar? Общий rodda mohiyati, mazmuni nimadan iborat? Bu narsani ko'rib chiqasiz. Keyingisi, gaplarda to'g'ri ishlata olishlik. Ya'ni o'ringa qo'yishlik. Birinchi predmet keladimi, birinchi fe'l keladimi, birinchi rod keladimi? Mana shu masalalarni birinchi darsni o'zidanoq siz kirishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, talaffuz, ya'ni aksentni yo'qotish. Xo'p, ba'zi bir o'quvchilarda mana bunaqa narsalar kuzatiladi. Haqiqatdan ba'zi o'quvchilar bor, Alloh yuqtirgan, ularga tez o'rganib ketadi. Ba'zi bir o'quvchilar bor, Alloh yuqtirmagan, ozgina o'zlashtirish kechroq bo'ladi yoki talaffuzda kamchiliklar, qiyinchiliklar bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, mana shu detallarda kerak bo'lsa, siz harflarni hosil bo'lish o'rniga ko'ra o'rganishingiz kerak. Siz bitta so'zni to'g'ri talaffuz qila olmayapsizmi? O'sha yerdagi qaysi so'zni to'g'ri talaffuz qila olmayapsiz va u so'z aynan qayerda hosil bo'lyapti, qanday hosil qilishlik kerak, qanaqa talaffuz qilishlik kerak, har bittasi bilan ko'rib chiqishingiz kerak. Va aynan talaffuzni yaxshi chiqarishlik uchun rus tilidagi urg'ular, ya'ni udareniyalar ko'p ahamiyatga ega bo'ladi. Aynan shu holatda qanday ishlash kerak, mana shu narsalarga e'tibor beriladi. Ya'ni hozir ko'rib chiqqan narsamiz bu siz bitta 1,5 soat vaqtda sizga ustoz beradigan ma'lumotlar. Va siz uyga ketganingizdan keyin sizga Telegram guruhingizga qanaqa vazifalar tushadi? Demak, audio ro'yini tushadi. 3-4 balki 5-6 minutlik audio ro'yini tushadi. Faqat audio eshitasiz, tinglaysiz. Nima deyapti, nima qo'yyapti, mazmuni nimadan iborat, nimani tushundingiz, nimani tushunmadingiz yoki qaysi so'zni tushundingiz, qaysi so'zni tushunmadingiz. Aynan tushunmagan so'zlarni siz lug'at daftariga yozib tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Albatta ustoz tekshirib oladi bu masalalarni. Keyingisi, pattern 30 ta. Boshlanishiga bo'lishligi mumkin. Добрый день, до свидания, здравствуйте. Talaffuz yozishda здравствуйте yozilsa lekin talaffuz здравствуйте deydigan patternlar bor. Добрый день qanaqa qilib salomlashish, mana shunaqa 30 ta pattern beriladi boshlanishiga. Har bir darsda pattern beriladi, darajangizga qarab qiyinlashib ketaveradi bu narsa. Keyingisi, rod mavzusi bo'yicha 60 ta gap tuzish. Hayotingizga ishlatiladigan olmoshlar bilan, sifatlar bilan, sonlar bilan o'zingiz ishlatadigan rod mavzusi bo'yicha 60 ta gap o'zbekcha tashlab beradi. Siz ruschaga tarjima qilishingiz kerak bo'ladi buni. Keyingisi, kino tahlil 10 minut. Xo'p, o'zi kino ko'rib o'rgansa bo'ladi va kino tahlil qanaqa bo'ladi? Ustoz sizga 10 minutlik, 8 minutlik, balki 6 minutlik kino tashlab beradi. Siz o'sha kinoni tagida, hamma kinolar tagida subtitrlari bo'ladi. Siz tushunmagan joylaringizni aynan subtitrlarni to'xtatib, o'sha so'zni yozib, tarjima qilib, bu so'zda mana bunaqa degan ekan, bu joyi mana bunaqa ekan deb turib, umumiy mazmunda ko'rib kelishingiz kerak bo'ladi. 10 minutlik videoga sizni конечно bir 40 minutlik vaqtingiz ketadi yoki 35-40 minut vaqtingiz ketadi, даже 10 minutlik kino uchun. Keyingisi, mavzu bo'yicha savol, ya'ni apros.
Sizda agar mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, yo berilgan vazifalar bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta guruhga yozib qoldirasiz bu masala bo'yicha. Endi hurmatli o'quvchilar, qarang, ustoz sizga bitta mavzuni shuncha tushuntirib beryapti va sizni vazifangiz shulardan iborat bo'lyapti. Kamida siz 4 yoki 5 soat vaqtingizni mana shu uyga vazifa uchun ketkazasiz. Hurmatli o'quvchilar, menimcha o'ylab ko'rish kerak bu masala bo'yicha. Ya'ni katta qismi vazifa bilan o'tib ketyapti va ustoz ham sizga kamgina narsa tushuntirib bermayapti. Bu narsada yaxshigina o'zlashtirishingiz, natijaga chiqishingizni albatta o'zingiz ham his qilasiz. Birinchi darsni o'zida va birinchi darsni uyga borib vazifasini qilayotganingizda. Xo'p, keyingi narsa. Aynan mana shu natija sizni natijangizga urg'u berish kerak. Deylik, bizda ustozimiz bor yoki o'sha ustozni bitta o'quvchisi bor, Asliddin degan o'quvchisi bor. O'sha Asliddin bugundan keldi va qanaqa o'zlashtiryapti o'sha Asliddin. Aynan mana shu narsani diagramma shaklida qanaqa bo'lyapti, qanaqa ko'rinyapti, shu narsalarni hozir tushuntirib beraman. Demak, har bitta o'quvchini o'zini o'zlashtirishi bor. E'tibor bering. Mana bu diagramma bizda o'tilayotgan bugungi mavzu bo'yicha ustoz nimaga e'tibor beradi? 30% grammatikaga e'tibor beradi, 30% nazariyaga e'tibor beradi, 15% sizni amalingizga e'tibor beradi, 15% sizni talaffuzingizga e'tibor beradi, strukturangizga 10% e'tibor beradi. Bu dars o'tilayotgan jarayonda. Keyingisi apros, ya'ni siz keyingi dars keldingiz, ustoz sizni savol javob qilayotganda nimangizga ko'proq e'tibor beradi? Amaliy bajarishingizga, ya'ni o'zingizdan nimalarni bilayotganingizga 50% ustoz e'tibor beradi. Xo'p, talaffuzingizga o'sha 25% e'tibor beradi. Chunki strukturalar tushuntirilgan, talaffuzingiz qanaqa bo'lyapti, bu narsalarga e'tibor beradi 25%. Strukturaga 12,5% e'tibor beradi. Ya'ni o'rniga qo'ya olyaptimi, yo'qmi? Vazifalaringizga, berilgan videoga 12,5% e'tibor qaratadi. Xo'p, pastdagi diagrammalar nimalari? Xo'p, hurmatli o'quvchilar, e'tibor bersangiz, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta diagramma bor. Bu o'quvchilarning diagrammasi. Ya'ni Asliddinning diagrammasi, Hadichaning diagrammasi yokida Sabrinaning diagrammasi ketyapti. Mana shu diagrammalar hammasi. Va umumiy holatda sizni bir haftada yoki bir oydagi natijangiz bor. Ya'ni Asliddin bir haftada diagrammadan qancha o'tdi? Deylik, 1 balldan 5 ballgachalik diagramma bo'ladigan bo'lsa, Asliddin bir haftada 4-6 diagrammaga o'ta oldim. 4,5 dan pastmisiz, o'zlashtirish uchun minusga qarab ketyapti, hurmatli o'quvchilar. 4-6 bo'lsa, siz o'sha sal xotirjamlikni his qilsangiz bo'ladi. Va sizni bir haftalik diagrammangiz qanaqa bo'ldi va bir oylik diagrammangiz qanaqa bo'ldi? Va foizlarda chiqarib berishlik kerak. Ya'ni bir oyga qo'yilgan 6 ta mavzuni Asliddin 100% dan necha foiz o'zlashtirdi? 80% o'zlashtirdimi, 70% o'zlashtirdimi? Va bitta narsa bor. Agar o'zlashtira olmagan bo'lsa, u orqaga qaytishlik kerakmi? Yana mavzularni ko'rib chiqishlik kerakmi degan savol. Albatta mana shu narsalarga e'tibor berishlik kerak bo'ladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bizda o'qitish tizimi mana shu tarzda bo'ladi. Ozgina bo'lsa-da ilm berishga harakat qildik. Hurmatli kuzatuvchilar, biz ijtimoiy tarmoqlarda yangimiz va bu bizning birinchi videoyimiz. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Ilmimiz qodir qilgancha gapirdik. Agar bizdan-da ilmlar ziyoda insonlar ko'radigan bo'lsa, kamchiliklar uchun ming bora uzr. Agar video sizga manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying deyshadi, obuna bo'lib qo'ying va tarqatsangiz boshqa insonga manfaatli bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.